Assalomu alaykum. Mana bugun 6-iyun biza Qibriy tumanida joylashgan ochiq dala maydoniga kelganmiz. Bu yerda Satus Seeds firmasini Mora F1 qizil lavlagi duragayi ekilgan. Ushbu qizil lavlagi duragayimiz Mora F1 nomlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mart oyida ekilgan. Hozirgi holatlari yaxshi holatda mana. Ushbu qizil lavlagi duragayimiz bu polyaga martda boshida ekilgan. Hozirgi mana 6-iyun holatiga shu 95-100 kunga qarab ketyapti. Ko'rinishlari yaxshi, ko'p suv talab qilmaydi, kasalliklarga chidamli. Og'irliklari ham yaxshi, 190 grammdan 220 grammgacha. Ichlari qip-qizil holatda, suvli, barra holatda iste'mol qilishga yaxshi. Ushbu duraga haqida qo'shimcha ma'lumotlarni Telegramdagi rasmiy guruhimizdan olishingiz mumkin.